Hasanobod poya. Bu Chorsuvdagi gostinitsa, bu esa mashhur 7 etажка Grand savdo markazi. Lekin biz Chortoq yo'liga qanday borish haqida gaplashamiz. Mavzuyimiz umuman boshqa. Chortoq yo'liga mana shunaqa yengil taksilar ham bor. Akaxonlar, hormanglar. Yo'l kirolar qancha Chortoq yo'liga? 5000 so'm yo'l kiro bilan yengil mashinada boramiz. Va bizda trenddagi Damas mashinalarimiz ham bo'ladi. U esa u betda joylashgan. Hozircha biz taksida boramiz. Ketdik. Biz esa Matiz'ni tanladik, chunki tezroq borishimiz kerak edi. Demak, 5000 so'mga yo'lni bosamiz. Ketdik. Biz manzilimizga yetib keldik. Mashhur Chortoq yo'lidamiz. Mashhur Chortoq yo'lida qizil zapravkani gapirgandik, lekin ko'k zapravkadagilar xafa bo'lib qolishibdi. Bu yo'nalishda ikkita zapravkani oralig'idan Amir savdo markaziga kiramiz. Ketdik. Soraqidan shu yo'nalish bo'yicha yuramiz. Hormanglar. Sizda-chi, mani mashinam bor edi. Sizlar uchun taksida keldim deydi hozir. Xullas 19900 so'mdan boshlanadigan mashhur, kачествоsi premium bo'lgan Amir Kidsga keldi. Ko'ramiz. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done